Hozir boryapman, taqillatmay tur. Alkajitel kelibdi-ku, nima gap? Yo'q, seni janob ber chaqiryapti. Janob nima chaqiryapti? Bilmasam ishi bor ekan. Bo'pti, hozir boraman. Bo'pti, men ketdim uyimga. Bor, mayli. Voy tentak. Voy garang, qayoqqa ketyapsan? Men uyimga ketyapman. Tentak uying bu tomonga-ku. Kechirasan. Sal boshim aylanib qoldi. Sen doim boshing aylasa ichib olganmisan? Endi bilasan-ku doim bu uzr buzib qo'yibman, kechirasan. Bo'pti, men ketdim, короче. Qochib tur, devor, qochib tur. Sen menga sakrayapsan, qochib tur. Men o'tib ketaman, hozir mana o'tib ketdim. Obbo, yana ichib olgan bu. Qarang uyim meni. Hozir yodimda mana ekan. Eshik bu yoqda ekan mana. Bo'ldi, uxlayman endi. Xayriyat, uyga kirib ol. Uy kirma, qayerlardir patarot qilib buzib tasharmidi bilmayman. Aytgan janob mer chaqir dedi-yu, janob mer yoniga borang, qanaqadir ish buyursa kerak, qo'y. Lekin ishlar juda ham ko'payib ketdi boru qishloqda. Nimaga bunaqa ishlar ko'payib ketganini sizlarga tushuntirib o'taman. Ya'ni qishloqda o'zgarishlar juda ham ko'paydi. Mana yerda yangi qo'shni qanaqa yangi jetel ko'chib kelgan, o'tgan marta bilasizlar gitar olib kelgandi-yu, garaj ham qurib berdim undan keyin, takoy garaj. Orqadan chiqib ketaman, bu yoqdan aylanib keta olsam, mana yo'lga chiqib ketsa bo'ladi. Takoy bo'ldi. Mana bu yerdan yo'l oldim, bunday burilib ketadi. Hozir yo'l o'sha jetel uyiga tegmasligi uchun, короче, mana bu tomondan ko'chirildi yo'l. Ko'ryapsizlarmi? Qiyshiq yo'l bo'lib ketgan, lekin zato mana bu jetelga zarar tegmayapti. Короче, bizning qishlog'imizda aholini foydasi uchun yo'llarni ham, короче, buzib tashlashga majbur bo'lyapmiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek mehmonxona bor. Yana xullas o'zgarish juda ham ko'p. Yaqinda janob merda garajning ustidan uyini qurib beraman. Chunki janob merda uyi yo'q, nima deb, uyi yo'q hali. Chunki faqat ishxonasida yashayapti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Keldingmi jo'xa? Yo'q, kelganman, uyimda o'tiribman, o'ynayapman mazza qilib. Tushunarli. O'ynamada, faqat o'ynayapsan sen. O'zi shu kunlarda yomon bezbet bo'lib ketyapsan. Brat, endi unaqa emas-da, normalniy bo'laveraylik, xo'pmi? Bu yerda nima hujjatlaringiz bor? Stop, shuncha pullingiz bormi? Ha, mana shu pullarni olishni xohlaysanmi? Xohlayman. Men senga $500 beraman. Oho, juda qiyinlashib yuradiganga o'xshayapsiz-da. Qarashtak, ana eski uy bor edi-yu, qishloqda chapda bor edi. Ya'ni sen uyingni chap tomonida, ya'ni sendan o'ng tomonda, mendan chap tomonda, ya'ni mendan o'ng, sendan chap tomonda. O'sha. Короче, o'shani yonidan yo'l o'tkazish kerak. Mehmonxona ortidan aylanib o'tib ketadigan qilib. Oho, uzoq-ku, u yoq juda katta joy. Yo'l qilish biroz problema lekin. Iloji yo'q, qilish kerak, qilmasang bo'lmaydi. Bo'pti, qilishga harakat qilib. 5 tak berasizmi onasi demsan? Beraman onasi demsan. Bo'ldi gap yo'q. Men hozir qayerda edi? Mana bu yerda ekan asfalt bloklar, mana shu qiyir bloklar to'g'rirog'i. Xo'p, menimcha shu 5 tak yetsa kerak. 5 tak yetsa seni belkuragi chidaydimi? Yo'q, chidamaydi. O'shaning uchun sizni belkuragingizdan olib turaman, chunki sizni ishingizni qilyapman, ikkita olib ketyapman. Bo'pti, qilasiz borib. Mayli, keyin uy qurib berish kerak sizga. Qurib beraymi? Qurib berasan-da, qarashda, lekin unga kamroq pul beraman. Qancha pul berasiz? $800. Bo'ldi. Bu puldan kam emas, ya'ni qurilishdan kam pul berasiz. Shunaqami? Shunaqa. Bo'ldi, gap yo'q. 8 tak bersangiz, faqat keyin qilib beraman. Hozir o'sha yo'lni hal qilib yuboray. Janob mer aytgan joyini sizlarga ko'rsataman. Janob mer uyi mana ustiga tushish kerak, lekin yo'l qanday chiqib qochib tursang, mana bu yerdan shunday zina qilib chiqib ketadigan qilaman. O'shanda chiqib boradi. Orqadan zina qilaman. Yo'q, mana bu yerda zo'r zina chiqar ekan, qaranglar. Mana shu yerda shuni ikkitalik zina chiqarib yuborsa ham bo'ladi. Orqadan kakras chiroyli chiqadi. Xullas, nimadir ideya qilaman. Katta daraxt kessak, boru butun qishloqqa yetadigan daraxt tushadi. Xo'p, mana bu yo'lni aytdi janob mer, ya'ni mana bu yerdan bunday keladi-da, bunday ketadi-da, bunday ketadi mana shu yo'l. Mana shu yo'lni qilish kerak hozir. Buni qilish biroz qiyin bo'lishi mumkin. O'shaning uchun maksimalni osonroq qilishga harakat qilaman, lekin oson qilish qiyin-da, baribir qiyin bo'ladi. Xo'p, qayerga chiqarishimni sizlarga ko'rsatishim kerak. Birinchi o'rinda chiqadigan joyi mehmonxonaning orqa tomonidan ikkita blok o'tish kerak-da. Xullas, ikkita blok o'tmasa mehmonxonaga tegadigan bo'lsa, keyin mehmonxonada yashayotgan aholi bizga jalba qiladi. Ortiqcha ovoz eshitilyapti bizga mehmonxonada deydi. O'shaning uchun shunaqa qilmoqchiman. Xo'p, mana bu yerdan to'g'ri yo'l qilib chiqish kerak endi. O'sha yoqqa qaratib, bu qurilish ishlarini borki yorib tashlayapman shu kunlarda. Qishloqda o'zi ham dahshat rivojlantirdim. Qishloqda yana nimalar qilsak bo'ladi? Kommentariy yozinglar chiqani. Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq, chunki
qishloqni rivojlantirishim kerak-da. Qishloq qanchalik zo'r rivojlansa, menga shunchalik yaxshi bo'ladi. Janob mer ko'proq pul beradi, ko'proq ishlab olaman bahonada va zo'rroq mashina olishga ham harakat qilaman. Xo'p, bu tomon ochamiz. 3 talik ketadi bu yog'iga ham. Bu yerda nimaga ochib olganimni o'zingizlar bilasizlar. Bizda burilish uchun ko'proq joy qoldirmasak, biroz problema bo'lyapti. Burilish mashinalar burilib ketishi. O'shanga shunaqa qildim. Bu tomon havoda keladi va mana bu yog'i bunaqa davom etadi. Yana 3 blok. To'g'ri olib keldim o'zida. To'g'ri kelgan ekan, bu yog'i birlashib ketadi. Mana shunaqa bo'ladi xolos. Mana bu yerdan 3 ta blok olinadi. Xo'p, 3 ta ketadi ekansa bu yoqdan bu yoqqacha keladi. Bu yoq ham xuddi mana shu yoqqacha keladi. O'rtasi ham kelish kerak. No, mana bu tomonda burilish joyini qilib qo'yaman birinchi o'rinda. Bu tomonga ham 3 ta burilishga qo'yamiz. Keyin o'rtasi ketadi ekansa, 2 ta tugadi blok. Blok to'liq yetsa kerak menimcha. Korоче, boradi-da, mehmonxona orqasidan narigi yo'lga qo'shib yuborish kerak. Bu вообще qiyin ish. U ana yoqda adashmasam, yo'q, bu qishloqda emas, 97 da edi u. Korоче, nima bor edi? Yo'l yo'q, shundamidi? Tog'ga ketadigan yo'l qilingan, ko'prik qilingan, ko'l ustidan o'zi ham 1 milliard metr davom etgan ko'prik bor. Sizlarga avval ko'rsatganman adashmasam, o'sha yoqda ham hali ishlari ko'p, o'sha yoqda ham ishlasam kerak, hali anchagina. Yana bitta narsa qilish kerak, hozir toshni olib kelishim kerak. Toshni 2 ga bo'lib olib kelsam, mana unaqa chiqadigan, tushadigan joylarni bo'lib yuborish kerak. Korоче, ya'ni tushadigan, chiqadigan qilib yuborish kerak. Hozir borib Korоче yarimtalik tosh topib kelaman. Janob merni uyida, nima bunday bular qatorasiga tizilib oldi, bilmayman, nimadir qilyapti shekilli. O'sha obed bo'pti. Quyosh qani, obeddan o'tib ham ketibdi-ku. Mayli. Janob mer, Korоче, menga tosh, yarimtalik tosh bloklari kerak. Nima qilasan? Nima qilishimni bilmadim, hozir ko'rasiz nima qilishimni ko'rsataman sizga. Korоче, mana uni o'rniga qo'yib turamiz. Ana o'qimoqchiman demaydi. Hozir mana uni tak okey, bitta verstak. Sizning uyingizga o'zi kakris verstak yo'q, ya'ni uyingizda debman, ishxonangizda. Mana shuni 2 ga bo'lib olaman. Nima qilishimni keyin ko'rasiz. Korоче, men ketdim, keyinroq ko'rsataman sizga. O'zi mana bu yerdan ko'rsatsam ham bo'lar ekan, uni qilib chiqaman. Korоче, bu nima uchun buni qilishimni bildilaring o'zi, sizlar bilib bo'ldilaring. Sizlarga tushuntirishim shart emas. Padyom bo'lib ketmasligi uchun, mashinalar osonroq chiqishi uchun padyomlardan unaqa mazza qilib chiqishi uchun qilyapman. Chunki juda balandlik ko'p bo'lib ketgan. Shunda chiroyli turadi, ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi texnologiyalarni o'zim o'ylab topyapman. O'zi qishloqda manchalik texnologiya qiladigan odamni o'zi yo'q. Mana bu yerlarga ham burilish lekin qiyin bo'lyapti anchagina. Mana bu yerdagi ortiqcha shoxlarni kesib tashlaymiz ekan, barglarni, shoxlarni. Bu yerni mana bunaqa qilib yuboramiz, mana bunaqa. Va bu yerga bitta bunaqa qilib qo'ysak, takoy burilish osonroq bo'lishi kerak-da. Mana bu yerdagi shoxlarni ham olib tashlaymiz, daraxt shoxlarini albatta. Bunaqa qilamiz mana takoy. Menimcha endi shunchaki bez problem burilsa kerak mashinalar. Bu tomonni olib tashlash shart emas. Xo'p, keladi, mana bu yoqni bunaqa qilamiz va bunaqa qilamiz. Xo'sh, bu tomondan bir qator totib chiqar ekanmiz mana. Endi bemalol adashmasam, tegmasdan hech qayoqqa urilmasdan burilsa kerak. Urilmay buril degandek, urilmay buriladi bemalol. Bu yerga shart emas. Shu bu yog'i o'rmonga qarab ketgan. O'rmonni ichigacha qo'yib chiqsam agar juda ham qiyin bo'lib ketadi. O'zi mana shu yo'llar bor, bizning qishlog'imizda yo'llar juda ham kengaygan, ko'ryapsizlar. Yaqinda shahargacha yo'l qilib bormoqchimiz. Bu esa korоче, bizning qishlog'imizga keladigan odamlarni, jetellarni qulayligi uchun-da biz hammaga qulaylik qilmoqchimiz xullas. Kimga yana qulaylik bo'lmasa agar aytadi bizga, korоче, qulaylik bo'lmayapti deydi, keyin biz yana, ya'ni men to'g'rirog'i biz deb gapirib yotibman bir soatdan beri. Men ishimni faqat o'zim qilyapman. O'shaning uchun men hamma yoqni takoy qilyapman. Xo'p, qayerda bor yana shunaqa? Mana bu yerda bitta padyomcha bor. O'zimning uyimning yoniga qarab ketadigan yo'l. Mana shu yerni ham o'shanaqa qilib yuborish kerak, lekin bu yer juda ham katta joy, mana bunaqa qilib chiqish kerak buni. Xo'p, bo'ldi. Boshqa joyda bunaqa joy hozircha paka yo'q. Mana bu yer 3 blok bo'lib qolgan, lekin iloji boricha kattaroq qilishimiz kerak edi-ku, lekin bo'lmagan unaqa. Hozir bitta bizda juda ham rasvo joy bor. O'sha rasvo joyni hal qilsam, o'zi bunaqangi qiyinchilikli joy qolmaydi. Ya'ni mana bu joy juda ham juda rasvo holatda. Ya'ni o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar, mana bunaqangi neobычный holatga kelib qolgan, mana bunaqa bo'lib turib yotibdi. Ya'ni chiqish qiyin, juda ham balandlik joylar ko'p, tepaliklar ko'p. O'shanga mana bunaqa qilib qo'yib chiqish kerak. Buni tepaligini yo'qotish uchun mana jetel ham harakat qilsa kerak tepaga chiqishga. O'shaning uchun uni ham mana yo'lini shunaqa qilib beraymikin, da shunaqa qilib beramiz mayli. O'zi uyini men qurib berganman, uyini qurib berganman, kamchilik bo'lsa tuzatib berishga o'zi men korоче javob berishim kerak, tuzatib berishim kerak-da har doim. Bo'ldi, menimcha bunaqa zo'r joy вообще qolmadi. Qishlog'imizda kamchilikli joy umuman qolmadi va mana oxirgi joylarni ham qilib bo'ldim. Bu
Bu yerga qo'ygandim adashmasam hozirda qo'ygan ekanman rostdan ham. Xullas qishloq вообще-da boshqacha ko'rinishga kelib qolyapti. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar ham. Qishloq shahar bo'lib ketyapti o'zi qishlog'imiz to'g'risini aytsam. Shahar ham bunchalik rivojlanmagan. Shaharda ham bunchalik narsalar yo'q, mehmonxonalar, har xil qurilish joylari, o'sha ana Alkash Jitelga menimcha katta ehtimol bilan uy qurib bersam kerak, chunki davlat tomonidan unga yordam ajratilgan. U yordamni ichib tugatyapti-da qizig'i. U ichish uchun davlat unga yordam beryaptimi bilmayman. Unaqa Jitellarga yordam bermaslik kerak вообще-da. Lekin yordam berishyapti. Mayli o'zlari bilishadi, lekin men ularga maslahat berardimki, unga yordam bermasliklarini. Chunki u baribir berilgan pulni, berilgan narsalarni yeb ichib bitiradi. Ya'ni yemaydi, ichadi to'g'ri. Yesa ham mayli edi, yevorsa yebdi mayli deb yuboramiz, lekin yemaydi ham, ichib yuboradi. Menga kerak emas o't. Tak hozir nima qilsam bo'ladi? Bu yog'ini endi tepadan olib ketaymikan, yer ustidan olib ketaymikan, yo yer tagidan ketaversin, bu yog'i ham tinchgina. Yer ustiga chiqazadigan bo'lsam, yana qiyinchilik bo'lib qoladi. Xo'p, bu to'g'ri ketsa o'rmonga qarab kirib ketar ekan. To'g'ri ketkazmayman buni, olib borib turib, buriltirib olaman. Ya'ni yo'l bor, mana yoqda shu yo'lga qo'shib yuborish kerak. Ya'ni nariy qishloqni yo'l uyini oldidan bor. 3 qator ortiqcha chiqdimi? 4 qator qilamiz. 1 qator qolish kerak. Bir qator tegmas, 2 qator qolish kerak aytgancha, 2 qator deyishdi-yu aytgancha. Bo'ldi 2 qator. Chunki burilishga yordam beradi 2 qator. Mana bu yer ham 2 qator bo'lib kelgan, ko'ryapsizlar. Mana bu yerni o'zi to'ldirib yuborishim kerak mana bloklar bilan. Chunki imkon boricha ochiq joyda qoldirmaslik kerak. Qancha ochiq ko'p joy qolib ketadigan bo'lsa, o'shani ham men to'ldirib chiqaman baribir. O'zimga qiyin bo'ladi. O'shaning uchun o'zimga osonchilik qilish uchun mana shunaqa qilib hamma joyda sifatli holatga keltirib ketaman birdaniga. Xo'p, mana aka, takoy. Ko'ryapsizlarmi? Ishni osonlashtirish kerak mana shunaqa. Xo'p, mana bu yerdan hozir bitta, ikkita, 3 ta ketsa, 3 qator birinchi ochib yuboramiz. 3 qatorlikdan 3 qator ochsak, keyin mana bu yerni burilish joyini yasayman, keyin mana bunaqa qilib takoy qilib. Ko'ryapsizlarmi? O'z burilishga anchagina ketyapti, va tegib ketsa, dabdala mehmonxona ag'anab tushsa, keyin o'zim qurganman, yana qaytarib o'zim tiklashim kerak. Qisqasi ot ekani qo'rqitib yubordi. Короче, shunday keladi, bu yo'l kelaveradi. Mana shu qarab kelaveradidan kelib, mana shu yerga shunday qo'shilib ketadi. Bu tomoniga uylar quriladi. Xullas, qishloqni bir qanchadir vaqtdan keyin ko'rsanglar, bu qishloqni umuman tanib bo'lmaydigan darajaga keladi-da qisqasi. Mana shu yerlarni ham yo'l qilib yuboraymikan, mana shu ortiqcha turibdi, shuni olib tashlayman. Tak olib tashaldi. Bu yog'ini ham bunaqa yo'qqa yo'l qilib yuborsam, lekin dahshat turadi, qaranglar. Bunaqa joy вообще, bunaqa qishloqda kimda ko'rgansizlar bunaqa qishloqni? Bunaqa qishloq hech kimda yo'q. Tak mana buni olib tashlaymiz, ortiqcha tushib qoldi va mana bunaqa qilib qo'yamiz. Takoy. Oho! Bunaqa qishloq yo'q, aniq bilaman, hech qayerda yo'q bunaqa qishloq. Xo'p, mana bu yog'ini bunaqa qilamiz. Voy, dahshati u bor-u. Bo'ldi. Короче, mana shunaqa turadi bu yer. Boshqa joylarni ham asta-asta qilib chiqaman shunaqa qilib.